1986-yil 26-aprel tunda 4 soat ichida bitta xato butun bir shaharni o'lik shaharga aylantirdi. Va eng achinarlisi buni oldini olsa bo'lardi. Ukrainadagi Chernobil atom elektrostansiyasi o'sha tunda 4 blokda oddiy bir sinov o'tkazilishi kerak edi. Xavfsizlik tekshiruvi. Lekin sinov noto'g'ri olib borildi. Operatorlar reaktorni xavfli rejimga tushirib qo'yishdi. Soat 1:23 da reaktor ichidagi quvvat birdaniga nazoratdan chiqdi. Bir necha soniyada portlash sodir bo'ldi. Reaktorning og'ir qopqog'i minglab tonna havoga uchdi. Ochiq reaktordan to'g'ridan-to'g'ri osmonga radiatsiya chiqishni boshladi. Lekin o'sha paytda hech kim muammoni masshtabini tushunmadi. Birinchi bo'lib o't o'chiruvchilar yetib keldi. Ular oddiy yong'inga kelganini o'ylab kelishgandi. Radiatsiya haqida hech kim ularni ogohlantirmagan. Ular himoyasiz kiyimda qo'llari bilan ishladi. Ko'pchiligi bir necha hafta ichida vafot etdi. Yaqin shahar Pripyat esa hali ham odamlar bilan to'la edi. Ularni faqat ertasi kuni evakuatsiya qilishni boshlashdi. Pripyat butunlay bo'shatildi va bugungacha bo'sh turibdi 40 yildan beri. Portlashni bevosita va keyingi oqibatlaridan necha kishi nobud bo'lgani haqida bahslar hali ham davom etadi. Bir narsa aniq, bu insoniyat tarixidagi eng yirik texnogen halokat. Keyingi videoda yer ostida emas, suv ostida, dunyodagi eng o'lik sho'ng'in joyi